Endi nima qilaman? Nima degan odam bo'ldim? Onam bilib qolsalar, meni o'ldiradilar. Endi bu sharmandalikdan qanday qutulaman? Muxtor aka, turing. Turing. Endi nima qilaman? Tura qoling. Sharmanda bo'ldim-ku. Nega sharmanda bo'lasan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi joyida bo'ladi, Asalim. Onamga nima deyman endi? Onamga hech narsa demaysan. Asalim, har kuni yig'la. Har kuni ertalab ishga chiqib ketasan-da, to'ppa-to'g'ri mana shu yerga kelaverasan. Shundaymi, hech narsadan kamchiliging bo'lmaydi. Hamma narsangni yetkazib turaman, xo'pmi? Asalim. Men qara. Mana bu kechagi shirin kecha uchun senga sovg'a. Nima bu? Mana shu uyni kaliti seniki. Bu uy kimniki o'zi? Seniki bu. Shu uyni bekasi bo'lasan. Siqinma. Mana onangga olib borib berasan har kuni, xo'pmi? Mijozim ko'payib ketdi. Mana oyijon pul deysan. Tushundingmi? Nimasi qilasan? Hech narsadan kamchiliging bo'lmaydi. Rahmat senga.